Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun xalqqa jiddiy murojaat qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, rasmiy xabar. Bosh vazirdan boshlab hokimgacha ijro organi rahbariga to'y marosimlariga borishi qat'iyan man etiladi. Choyxonalarning yonida davlat mashinasi turganini ko'rgan kunim ishdan olib tashlayman. Jinoiy javobgarlikka tortaman. To'y eng ko'pi bilan 150 kishiga, osh esa 200 kishiga bo'ladi. Birorta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mendan boshlab nishonlamaydi. Bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarning g'ashini keltiryapmiz, la'natini keltiryapmiz. Marosim ham, to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir boradi, g'o'ddayib hamma muovini bilan hamma turadi. Sen o'sha qilgan 20 kilogramm go'shtingni puliga bitta kambag'alning uyiga borib kraska qilib ber, televizor olib ber, noinsof. Qaror chiqadi, qaror. Prezident qarori emas, senatning qarori chiqadi. Qani birortang g'ing deb ko'r, u to'yga borish endi man etiladi. Men o'zim yuragimdan bilgan holda shuni aytyapman. U hammasi xiyonat. Bizning xalqimizga ikkinchidan to'y qilishning me'yorini ham yozib beramiz. Toshkentda 4 qizi bor odam o'zini osishi kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali, budjetdan oylik oladigan odam o'zini osishi kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ossa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyat yo'q. Baribir bechora qarz oladi, o'ziga qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. Kimga kerak bu to'y? Bo'ldi. Biz oldin tashviqot qilib ko'rdik. Bo'lmadi, bu tashviqot. Xiyonat qilyapmiz xalqimizga. To'ylarni agar joyiga qo'ysak, korrupsiya bo'lmaydi, adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar birorta rahbar prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasizlar, qamayman hammangni, deydi Shavkat Mirziyoyev.